Bu savol menga haligacha keladi. Qanaqa qilib eringiz bilan tanishdingiz? Так что qizlar, bolalar, bugun sizlarga aytib beraman. Juda qiziqarli istoriya. 21 yil oldinga qaytamiz. Men yosh qizman, jahon tillarida o'qiyotgan. Ular yosh bola. Bizning farqimiz 3 yil. Men magazinga keldim qizlar bilan shirinlik olishga. Bitta bola kelyapti, такой chiroyli bola, g'alatiroq kiyingan men uchun. Qanaqadir dryabi jinsi, futbolka polosatый. Yonimga kelib, men shirinlikdan olib turetskiy. Ular meni yonimga kelib deb so'rayaptilar mendan. Bu shirinlikni yeb ko'rganmiz, sizga ta'mi yoqdimi? Da, juda ham zo'r dedim, очень вкусный dedim. Ну тогда я возьму. Rus tilida gapirgan, o'zbek tilida gapirmagan menga. Тогда men ham olaman deyapti, sizga yoqqan bo'lsa. Хорошо dedim. Magazindan chiqaman, paketlar og'ir, orqamdan kelyaptilar. Bering, men sizga yordam beraman. Mayli dedim, paketlarni berib yubordim. Keyin aytdilar, men sizni uyingizgacha olib borib qo'yaman. Bo'pti, mashinangiz qayerda desam, mani mashinam yo'q deyaptilar-da. Unga qaradim. Metroda boramiz deyapti, nima yo'q. Tushunmadim. Keyin men tushundim nimaga shunaqa gapirayotganlarini. Tushunmadim. Yo'q, давайте на такси deyapman. Yandex bo'lmagan, qo'lingizdan ko'tarib to'xtatardilar taksini. Dinozavrlar, salom. To'xtatyapmiz, ko'rish taksi kelyapti. O'tirdik. Shu mashinada o'tirib o'sha gaplashib ketyapmiz. Necha yoshman, что jahon tillarida o'qiyapman. Ular menga aytib beryaptilar.